Sinipda ko'rib qo'ying siz. Qani? Mana aka 2 kurak to'liq yetkazib yuborgan 2 kurak. Undan qimirlamam qo'yman jonivor. Yosh qo'ygan, sap-sariq jonivor. Bu shvestiki. Bu kashtandiki. Bu kashtan. Bir-biridan qolishmasak. Ana. Gap yo'q. Orqalarini ham Kami bor aka. Gap yo'q. Assalomu alaykum hurmatli bozor shamolini kuzatuvchi obunachilar, YouTube chorva ishqibozlari, sigir ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, 2025-yil 14-aprel hafta kuniga dushanba. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Quvani Qo'shgachi mahallasidan Izzatullo ukamizning 3 bosh yaxshi ishonarli sinaqda sigirlarimiz bor. Videodan uzoqlashmaysizlar, jonivorni hosilini qarang. Videodan uzoqlashmaysizlar, chiroyli qilib yo'lida arzon qilib narx-navosini qo'yib beradi. Ma'qul kelsa, sifati narxi yoqsa aloqaga chiqarasizlar. Iltimos qilamiz, bir dona like bosib, videoni Telegram, WhatsAppda padilista qilib qo'yasizlar. Izzatullo hormi? Assalomu Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Obunachilar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hammalaringga salom. Yerga yaqin sutli mollar ekanda. Ha, xudo xolasa aka, ikkitasi sut yo'nalishidagi har doimgidek bittasi bonus. Narxi bonus aka. Xudo xolasa olib mazza qilishsin, baraka topishsin aka. Oxirigacha ko'rib, like bosib turishsin aka. Chiroyli qilib ma'lumotlar. Narxi ham bugunga boshqacha. Narxlar har doim boshqacha aka. Ha, gap yo'q. Ishdan boshlaymiz-a bo'lsa? Xudo xolasa, gap yo'q. Mollar chiroyli, sifatli mollar ekan. Qiroli bor aka. Mana shu bo'lak mol ekan, jonivor. Endi sinipda ko'rib qo'ying siz. Qani? Mana aka 2 kurak to'liq yetkazib yuborgan 2 kurak. Shura ham hali yarim holatda ekan. Mol olsang yoshini ol deydi-yu. Aldan sen yoshiga aldan. Tishlari butun. Gap yo'q, tishi zo'r ekan buni ham. Omad hosili konkret ekan buni. Bu sementalmi bu? Semental. Buni ham tishi butun. Shu gibrid o'pmagan shekilli-da. Oq boshi jonivor. Yaxshi. Hurmatli obunachilar, videodan uzoqlashmay ko'cha olib chiqib yurish-turishgacha ko'ramiz. Gap yo'q, yech oling. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli obunachilar. Molim bo'lsin, ozgina o'tga to'ysin, lekin katta sigirni sutini bersin degan hurmatli obunachilar bizga. Bak, hosilni qarang, hurmatli obunachilar. Oq tumshuq, oq quloq. Yerga yaqin sut beradigan mol aka. Shved so'raganiga. Yangi. Bolasi xonajincha. Bagini qarang, Hosili konkret ekan, omma jonivordan. Ishi ham zo'r. Zo'r, shuning uchun tanasi zo'rda, buni tana zo'r. Hali janavordan ancha bolasini olishadi. Yoshlari ham yosh aka. Izzatullo bo'ylari qanaqa? Bo'ylarini 1.20 ga olishni ursin. Yerga yaqin tafalar mol. Omma sifati zo'r ekan. Katta mol bilan sut berishga o'ynaveradi lekin. Tishi ham zo'r lekin, tishi ham zo'r. Butun janavor. Molni o'zi ham go'zal, hurmatli obunachilar. Kallalarini qarang, hali 40 millionli shvedlar bo'ladi. Ha. Asaqada shaqlar ham kelgan, qarang. Qon bor-da, qon. Qoni tozadan molni o'zini ham. Mana. Asaka mol. Nechta suti bor Izzatullo? Sanjar aka 13 taga olsin, 12 ta 13 taga olsin. 12-13 litr. Yaxshi. 12-13 litrga bolasi xonajincha, yedi ichsa, usti tepishda muammo yo'q. Yo'q, muammo yo'q. Bolasini qo'yib yuboring janavor. Yemasa, ichmasa, ustida tepsa aytganingizdek bo'lmay chiqib qolsa, mabodo, unaqa bo'lmasin ham u. Rasxod qilmaysiz obunachilar. Demak, yangi bo'lsa aka qaytarib olaveramiz. Rasxodi bo'yningizda. Yo'q, ha, rasxod o'zim borib olib kelaman uydan aka. Samarqand bo'ladimi? Molim yeyshanaman, u yeyishini qarang janavor. Jonivor, gap yo'q. Xo'raligi ashi. Gap so'z yo'q. Tomiri bilan uzib yurgan deganda ham. Qaymag'am ikkisini Sanjar aka. Endi o'zi bular sigirlarni, shved sigir boqqan odamlar o'zi biladi. Jonivor. Puli necha pul Izzatullo? Rosa xo'r ekan. 26 million kami bor deyman Sanjar aka. Obunachilaringizga xayrana qilib o'zim o'tib beraman. 26 million xayri bor. Ha, qo'yib yuboring bola. Sodasi bor. Sodasi bor aka. Kelishadigan joyi bor. Kami bor. 26 million xayri bor, 12-13 litrga bolasi xunadi. Ammo hosiliga gap so'z yo'q, ammo hosiliga gap yo'q. Yaxshi. Videodan uzoqlashmaylik, olib kiramiz. Sog'inlarni ko'ramiz. Hammasiga ko'ramiz birma-bir. Oq bosh. So'zi bormi? Oq bosh sigir chiqadi. Hangisimi? Ha, hangisi? Bolasi xonajincha, ammo bolasi shu bo'lak ekan. O'zi bo'lak ekan, to'g'ri? O'zi bor boqidan. Hozir ham bilan bo'ylari bir xilmi? Yo'q, sal pasmi? Past u. Bu kichikroq, ha? Ha, bu kichikroq aka. Bo'ylari 1.15. Sutlari ham aka faqirga tushayotgani
xolisona 6 ta 7 ta. Bola yemib. Ha, Shunaqa? 6 ta 7 ta. Bolasi ham o'sha o'tga kirib qolyapti. Bo'la, qarang buni baqbaqalar. Sigirlarni yem yaralashtirib bersa yeyapti bolasi ham o'zi aka. Enasi keyin qo'yib qo'yilgan. Qanchalik? Bir hafta bo'lib qolibdi aka. Ha, yangi qo'yildi. Yangi qo'yilgan. Yaxshi. Talab bo'ladi, qo'yildi. Puli nechi pul u chiroylida? Bonusida bu aka. Nechi pul bu? 17 kami bor. Yo'q, 17 million kami bor. 20 pastda sigirxon bor, topib keldik mana. Ha, yo'q. Kami ham bor, dastavkasi ham. 17 million kami ham bor, vodiy bo'ylab dastavkalar ichida olib borib beramiz. Ikkita olganga ko'proq tushib berasiz, a? Ha aka. Hoppa, ana. Kelishamiz-da. Gap so'z yo'q. Olib keling. 17 million bo'ladi. Bo'ladi, xudo xolasa. Yaxshi. Keyingi sigir ko'ramiz. 6 ta, 7 ta Aha. ro'zg'orga yetadi-da. Ha, конечно. Qatoq yutadi, boshqa qiladi, sutini ichadi, qaymog'ini oladi, ro'zg'orga yetadi. Albatta. Olib keling, Zabtullo. Yaxshi. Molni qo'g'irchog'i hurmatli obunachilar. Joning sog'ligi. Har qancha maqtasa arzigulik. Bolami o'zi ham bo'zay, bolasi ham bo'zay aka. Shunday servantga qo'yib qo'yib tomosha qilib o'tiradi, hamma Zabtullo. Shunaqasidan. Bo'lari bir 30 ta atrofida Sanjar aka. Ishlarini ko'rdingiz, ikkinchi kureklarini endi yetkazib. Birinchi qorin. Birinchi qoringa mol yuvoshmi? Yuvosh, o'ta yuvosh aka. Sog'inga zo'r. Tiftig'i ham yo'q, janavar. Aytamiz bo'lsa, bu tushum bunaqa. Ko'rsatib bering, yilillarini ishda yo'q, o'z isboti bilan. Yo'q. Yuvosh o'zi shunchalik bo'ladi aka. Necha kun bo'lib bol tuqqaniga Sanjar aka? 5 kunlik o'zi. Uni ham sutini 12 ta 13taga olishaversin. Nargi yerga yaqin bilan bir xil sut beryapti. O'zi bitta joyga olsa ham tushaverar ekan, bir-biriga. Bu janavar hali aka qarang. 2 kurayni yetkazib to'liq, 4 kuray, 6 kuray, 8 kuray bo'lguncha hali ko'p bolasini. 3 ta tug'ib, yo'g'onlab o'sib, yana ham aka Vaqti zo'r narsa bo'ladi hali aka. Mol go'zal. Kelajagi bor, tishi 2 yurak bo'lib bo'lmagan hali. Ammo mol go'zal, sifati zo'r. Eti ham baland. Chiroyi desa chiroy bor. Yosh desangiz yosh, bolasi xonajincha. Nech pul Zatillo? Buga aka bozorga endi dehqon olib chiqib bo'lsa, bunaqa tiniq narsani 35 million aytayapti. Men aka 27 millionga o'tib beraman. Kami bor. 27 million xayri bor. 27 million xayri bor aka. Birinchi qoringa qarang, yelinda ham yaxshi solgan, tutamlari ham uzun-uzun. Ikkinchi, uchinchilarda yana ham ochilib, bu yo'g'onlab zo'r bo'lib ketadi. Yana ham katta solib, sutni ko'paytiradi yana. To'g'ri. Bu gap ham to'g'ri. Mashina 3 ta tuqqan sigirini amakim o'g'li bor, Furqatjon. Tillovuzda chiqardi, 36 millionga sotdi. Mashaqani. Yaxshi. Mol sifatga zo'r, chiroyi ham zo'r, xudo xolasa. Ko'p ketadi ancha yo'g'onlar, janavar aka. Yaxshi. Hurmatli obunachilar, sigirlar sog'inni ko'ramiz. Videodan joylashib. Hurmatli obunachilar, 3 bosh sigirimizni ma'lumotini berdik. Endi so'z navbati sog'ilishga deydi-ya. Chiroyli qilib sog'inlarni ko'ramiz. Tutam yumshoqligini, yuvoshligini o'zingizlar xolis baho beraverasizlar. Hurmatli obunachilar, 2 yurakli sigirimiz sog'ilish boshlangan. 2 dona tushdi. Tutamlar yumshoq, bir xillar. Mahliy ham nima edi? Bu shvetimizdan boshlandi do'stlar. 4-chidan sog'inchi zatimlar. Yaxshi, ko'rishda mo'y yo'q xudo xolasa. Do'stlar, mana yelini sal achilib qolib-yu, lekin ashinga ham jonivor hali bir tepan sira bir boshqa qilgan yo'q. Aka 4-chidan sog'inchi. Ammo hosili konkret ekan. Yaxshi. Hurmatli obunachilar, o'rtada uzib turamiz, sog'ib bo'lgandan keyin ular ko'rsatamiz. Kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmang. Bozor shamolining oxirida obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmacha bor. Ustiga bir dona bosib qo'ysangiz, xudo xolasa shunaqa videolar birinchilardan ko'rib borib turasiz. Undan qimillamam qo'ymadi jonivor. Yosh o'gani bilan o'ta yuvosh narsa ekan. Yo'shanib turib jonivorlar. Alishlarga to'kiladi endi buni ham. Yana suti bor ekan jonivor. Quyincha addini ko'raylik sutin. Qo'ygan, sap-sariq ekan. Bu shvestiki. Bu kashtandiki. Bu kashtandi. Bir-biridan qolishmasak. Ana, gap yo'q. Bir panadan sog'aylikmi Sanjar aka, yo syomkadan keyin
Naqlaveramizmi? Obunachilarga qolsin, borgandan keyin bitta o'zlari ham ko'rib olsin bo'lmasa. Hozir soqsi yana bir paqidan beradi aka. Gap yo'q. Endi 3-sigirimiz, bonusli sigirimiz sog'inini ko'ramiz. 3-sigirimiz hurmatli obunachilar yedirishni boshladi, buni ham sog'inini ko'ramiz, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, 3-sigirimizni ham sog'ilishi boshlandi. Oldi tutamlar sog'ilyapti. Orqalarini ham sog'ilyapti aka. Gap yo'q. Orqalarini sog'inchi. Tutamlari yumshoq aka. Yaxshi, to'rosi butun ekan. Do'stlar, buni ham xudo xolasa sog'ib bo'lgandan keyin yana ulab ko'rsatamiz. Qolishmayapti-yu nari sigirlardan, a? Ha, qolishmaydi aka. Buni ham boquvini zo'r qilib aka, atalalarni berib semirtirib olsa aka 10 ta 12 ta qo'yiladi-turadi bu bola. 3 litr sut yapti o'zi. Yana qoldi yana. Mana do'stlar. Mana aka, ertamangi suti. Yaxshi. Narigilarda aka ertamanda o'zi mana shu kichkina paqirimda 2 paqirdan sog'aman. Bu 1 paqir beradi mana shunda. Yaxshi. Mana do'stlar. Kelingda buni bunaqalarni ham ko'ringda. Zirini. Mana. Mana hurmatli obunachilar. Jonivorlar hammasi yuvoshligi zo'r ekan ama. Ko'shanib turibdi, e'tibor beringlar-da. Do'stlar, narx sifat yoqsa aloqaga chiqib sodasini qilavering. Va aytib qo'ygani bilan u narxga sotiladi degani emas. Qayta-qayta takrorlaymiz. Sodasi bor. 27 million aytgan moliga ham telefon qilib, "Uzatillo, 20 millionga berasan, pulim shu" deb sodasini qilaveradi. Ma'qul kelsa beradi, bo'lmasa yo'q. Muammo yo'q, xudo xolasa. Endi narx aytilaveradi aka, so'rashaveradi. Shunaqa. Foyda qilsa sotaveraman aka. Yumalasa hisob. Yumalasa hisob sotilar aytilayotgan narxlar muhim emas. Qimmat aytdi, arzon aytdi yo'q. To'ppa-to'p. Telefon qilib aka sodasini qilaversin, aql etganicha. Rahmat, bozoringiz bersin. Do'stlar, o'zingizlarda ehtiyot qilinglar. Poddeshka uchun, kommentariyada chiroyli fikr mulohaza uchun rahmat deb qolamiz. O'zingizlarda ehtiyot qilinglar. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha hamma chorvasi yo'lda baraka bersin. O'zingizlarda ehtiyot qilinglar.